Hurmatli obunachilar, baraka bo'lganlari. 1, mana qora 2, 24 million 600 ming so'mga baraka bo'libdi. Ikkita jaydarilar. Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddinuz kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Haftaning yakshanba kuni Zangedi tumani Nazarbek mol bozoriga keldi. Xudo xolisi bugungi bozorni qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qaddish turasizlar. Bugungi chislomimiz 16-mart. Xudo xolisi ro'zani 16-kuni. Qani bo'lsa biz boshladik. Aka, bu nechta so'raymiz bunga? Nechta so'raysiz? 15 dedim, 11,5 bermam. Ha. Narxiga 15 million so'm pul so'rashyapti, 11,5 million so'mga berishmayapti nega? Bu qancha? Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgani 15 million so'mga baraka bo'libdi. Bir 200 ming qo'shib berdim. Assalomu alaykum. Nechta so'raysiz aka bunga? 15 million. 15 million so'm mana. Hurmatli obunachilar, bu qancha? Assalomu alaykum. Aka, qanaqa so'm so'laringiz yaxshimi? Tinchmisiz? So'msiz? Hurmatli obunachilar, narxiga 15 million so'm pul so'rab turishibdi. Aka, bozorni nech pul qilyapti buni? 14 million so'm siyla berishga sotmabdi. Nech pul ekan bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu 12 kombo. 12, bu qancha? 12 million so'm kami bor deyaptilar. Bozor nech pul qilyapti aka 12 ni? 10 million 400 ming so'mga sallanib bermay turgan ekanlar. Ha, polon qochib tur. Bu kimdan ekan bu? Sizlardan emasmi bu aka? Har doimdagi egasi yo'q. Qachon chiqadi bu? Kech payt chiqadi. Va alaykum assalom. Polvon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka bunga? 14 kombo. 14. Bozor nech pul qilyapti? 11,5. O'zlari 14 million so'm pul so'rayaptilar, 11,5 million so'mga bermayaptilar shuni. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan ekan. O'zi ham taqab boylab qo'yishganmi? Reski bo'shatib yotyapti. 17 ga baraka bo'ldi deyishyapti shuni. Zo'r 6 oylik tem bo'lib. Qaysi? Ularni endi olamiz aka. To'g'ri aytdi. Nech pul so'rayapsiz aka bunga salom? Qanaqasi bo'lsa tinchsiz. Nech pul? 16 million so'm. Voy, bor bo'laylik. 16 million so'm ekan, hurmatli obunachilar. Necha oylik bu? 6 oylik, ovqatga to'lib kirgan. Bozor nech pul qilyapti? Bermayapsiz. 13 million 500 ming so'mga shuni bermabdilar. Bo'y 90 chiqadi, aka, xudo xohlasa. Agar oshig'i 90 plus 1 metr ham chiqib qolish ehtimoli bor. Nech pul sotamiz buni? 14 dan tepasiga sotasizmi? Necha nomer qo'yamiz? 93lik 503 21 22. 21 22. Bunaqa mayda bozorlardan okamda bor. Bemalol telefon ko'rasizlar. Do'dam, assalomu alaykum. Nech pul so'raymiz do'dam bunga? 14,5 million so'm. Bozor nech pul qilyapti? O'zlari 14,5 million so'm pul so'rayaptilar, 13 million 300 ming so'mga bermabdilar. Jaydari. Bu qancha? Ikkitaliklar ham bor ekan. İşte egziligi nech pul ekan? Assalomu alaykum. 28 olma ikkitasi. Jupiga. Jupiga 28 million so'm pul so'rab turgan ekanlar. Bozor nech pul qildi bir joyda? 26,5. Bermadingiz. O'zlari 28 so'rayaptilar, 26 million 500 ming so'mga bermabdilar. Ya bu yoqdan olib o'tchagan. Qara. Mashinani hurmatli obunachilar 28 million so'm pul so'rab turishibdi. Bu onasi uyda qolgan molni ish bo'lagan. Necha so'rayapsiz aka bunga? 13,5 kami bor. İşte
13,5 million so'm kami bor deyshadi. Bozor necha pul qilyapti aka? Kelinglar, bitta qoldi. Bozor necha pul qilyapti buni? Qilyapti, hamma qarqana. 11 ga chiqdimi? Bozor aka. Chiqyaptimi? Zaga chiqadi. Bozor endi boshlayapti. O'ynaq ekan. Necha pul so'raymiz odam bunga? Necha pul puliga? 14 kam bor. 14. Mana 14 million so'm kami ham bor ekan. Bozor necha pul qilyapti? 13 million 200 ming so'mga beryaptilar. Assalomu alaykum. Necha pul so'rayapsiz aka bularga? 14,5 million so'm. Mana hurmatli obunachilar 14,5 million so'mdan pul so'rashyapti. Mana bozor necha pul qilyapti aka bularni? Bozor. 23,5 million so'mga beryaptilar hurmatli obunachilar ikkitasiga. Chiroylilarni qaranglar, chiroylilar. Assalomu alaykum. Do'dam qanaqasiz? To'misiz? Necha pul so'rayapsiz do'da bularga? 18 da galishlaymi deyman. Shunaqa bo'lsa kerak. Mana hurmatli fermani mollari hammasi quloqli berkalari bor, bozorda boshqacha ajralib turibdi ko'z tegmasa. 18 dan dedingizmi? Mana hurmatli obunachilar 18 million so'mdan pul so'rab turishgan ekan, menimcha galishda ham bo'lsa kerak. Da bilganlar kommentariyaga yozib qoldirib ketasizlar. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta ekan. Bular bularni bozor necha pul qilyapti? 15,5 da. Bir joyda qildim bularni. 15,5 million so'm, 16,5 million so'm pul qilishdi, bermabdilar bir joyda. Qani bitta yo'qdan ko'rsatib qo'yaylik. Ha, do'dan o'tib olyapsiz, assalomu alaykum. Qarang. Kalalarni, voy, chiroyliga qaranglar. Necha nomer qo'yib yuboramiz do'dan bularga? Necha nomer qo'yamiz? Telefon nomeringiz. Ayt, telefon nomeri. E'tibor bering, aka chiqmagan jondan uring. Qizi telefon qilmaydi, xavotir olmang. Ya e'tibor bering-da endi, baxt chiqsa chiqdi aka, bo'lmasa uydan chiqadi. 97lik. 772 3190. Uyatchang ekansiz, e'tibor bersiz bozordasiz. Galishtenga o'xshabyapti aka, galishtenga. Janor bo'ylari baland-ku. Mana yemga tayyor variantidan hurmatli obunachilar. Necha pulga aka bunga? 19. Mana hurmatli obunachilar, narxiga 19 million so'm pul. Aka, bozor necha pul qilyapti? Bermayapsiz. 17 million so'm pul qilishdi, bermabdilar. Jonivor qaranglar. 13 million 400 ha? Mana hurmatli obunachilar, 13 million 400 ming so'mga baraka bo'pti bu. Bu odam olmaydi. Bu necha pul bo'ldi odam bu? Mana bu o'rtadagi. 16 million 400 ming bo'ldi. Mana-da, to'g'rimi? 16 million 400 ming so'm anuchi. 17 million 17,5 million. Bu 17 million 500 ming so'mga baraka bo'pti mana bu. Hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turgan qo'shaylarga 16,5 million so'm pul so'rab turgan ekanlar. 16,5 million so'm. Do'dan buni, do'dan bozor necha pul qilyapti bu? 15 ga bermabdilar shuni. Bo'ldi, 20 boqqaningni bildirma bas. Qara. Voy, to'laylik. Mana hurmat. Bo'ldi aka hop. Mana hurmatli obunachilar 20 million so'm pul so'rashyapti. Bozor necha pul qilyapti odam buni? 18. O'rtalarda 2 million pul qolibdi-yu. 18 ga bermabdilar shuni. Qora. Bu saruga necha pul ekan? Assalomu alaykum. Saroyda 12,5 qilib bermas. Ha, bermadi. O'zingiz necha pul so'rayapsiz? 15 ta. 15 ha. O'zlari 15 million so'm pul so'rayaptilar. Bozor 12,5 million so'm pul qildi, bermabdi. Ovqatga to'lib kirgani, aka xudo xolis. Ovqatga to'lib kirgani. Jolis sog' bo'lsin. Nazar berib olding.
7 ishchilari hammasi yaxshi deyaptilar aka. Xonadonni moligan ishlari Adresi bo'lsa. bor. Bormi aka bunaqalardan yana? Bor. Necha nomer aka? Telefon nomeri. Yozing. Ayting. 93. Men o'zim Moskvadan keldim-da kecha. Точно. Yo'q, Moskva. Qanaqa aka yo'li? Zo'r. Havolar qanaqa deydi-yu? Yaxshi, hozircha yaxshi. Hozir birda. Ay, charchovchi qasga chiqibsiz ham mol bozorga. 94lik. 94lik 078 078 1201. 1201. Mol bor ekan akalar. Anaqa. Hammasi shunaqami aka? Har xilda, har xil. Kattalari ham bor, kichkinalari ham bor. Любой razmerda mol bor ekan. Qo'chqorlar ham dodasi bor. Yo'q, xudo xohlasa ularni ham chiqazamiz. Nomerlarni oldi, akam yaqindagi. Kecha keldingiz Moskvadan? Joningiz sog' bo'lsin. Bu qoragan ish bilan aka, assalomu alaykum. So'raverasiz, 17 dan. Ya o'zingiz nechmi so'raysiz? 17 mi? Hurmatli obunachilar, 17 million so'm pul so'rayotgan ekan. Aka, bozor patalon ish pulga chiqdi bozor. 15 qilishdimi yo'qmi? Pastroqmi? 15 dan pastiga so'rashdi, berishmayapti. Voy, mana yo'q degani qorasi. Assalomu alaykum. Nech pul so'ramiz aka buni? 17 million so'm pul so'rab turishdi, hurmatli obunachilar. Bozor nech pul qo'yapti aka buni? Bermayapsiz. 15 dan siyla berishga sotmabdilar. Nech puldan so'raysiz aka buni? 17 ga 16 so'rayapti, bozor 17 ga 16, to'g'rimi? Bozor nech pul qo'yapti? bozor 31,5 qildi. Jupini. 31,5 dedingizmi? 31,5 million so'mga bermabdilar mana shu ikkita. Javob olasi boshqacha ekan. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Siz salar yaxshimi? 25. Ana hurmatli obunachilar, Olabuqiga 25 million so'm pul so'rab turishgan ekan. Aka, bozor nech pul qo'yapti buni endi? 1 million astodil qo'ydi, ochko qo'ydi. Bermayapti. Yo'q. 21 million so'mga berishyapti shuni. Nech pul sotamiz buni? 25 kam bor. Assalomu alaykum. Aytib qo'ydingiz buni haqida. Ana nomerlarni olaylik endi. Necha nomer qo'yamiz aka? 33lik, 33lik 746, 746 17 17. 21 ga bermadim dedingiz-a? Ustiga chiqib so'rayverasizlar, hurmatli obunachilar. Agar kimgadir ma'qul kelib qolsa. Ana hurmatli obunachilar 20 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan. Bu olaga mana menga ham shunaqa narxi, to'g'rimi aka? Bu ham shu 20 million so'mdan pul so'rashyapti. Olib sotari qo'liga o'tdimi deyman-da o'zi buni. Sal narxi oshish boshladi. Aman. Yemga tayyorlagan ish bilan aka, assalomu alaykum. 17 million so'rayapti. Mashina o'zimi? Sizniki? Mana hurmatli obunachilar, shu buqiga 17 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Bozor nech pul qo'yapti aka buni? 15 bermayapsiz. Hatta 15,5 million so'mgacha qilishdi, bermabdilar. Ya ertaga aka chig'i bo'ladi-da. Nech puldan so'rayapsiz aka bularga? 20 milliondan? Voy joningiz sog' bo'lsin. Mana hurmatli obunachilar, ikkitasiga 20 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan. Bu mana sherigi bu. Aka bilan bozor nech pul qo'yapti? 34 million qo'ydi. Bir joyda bermadi ikkitasini. 34 million so'mga bermabdilar, hurmatli obunachilar. Shuni bitta orqalarini olib qo'ying. To'ya jana bozorda boshqacha turibdi aka, o'zgarib. Hurmatli obunachilar, 22 million so'm pul so'rashayotgan ekan shunga. Nech pulgacha chiqdi aka? Nech pul so'rayapsiz buni? 23 million so'm mana pul so'rab turishdi. Kami ham bor deyaptilar. Ya jonivor uzun narsa ekan, ko'z tegmasa. Bozor nech pul qo'yapti buni? Azcha astoydil qilishmadi, 20 ga ozgina yaqin so'rashdi. Sal pastroq so'rab qo'yishdi. Jonivor, mayli. Bozorda endi nech pul so'rasa ham. Necha nomer qo'yaveramiz bunga? 99lik. 99lik 122 74 22. 822 74 22. 74 22. Qaytaringlar. Bo'ldi.
Hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turgan smetal qo'yili 56 ming so'mdan tarozga baraka bo'ldi. 541 kilo ketdi. Hurmatli obunachilar shu. Hurmatli obunachilar, shoxlisiga 33 million so'm pul so'rashayotgan ekan, 29,5 million so'mga berishmadi. Tarozga olib chiqmadingizda qalam? Qaysi keldi? 540. 541 kilo ketdi. Hurmatli obunachilar, tarozga olib chiqqanda. 500. Mana boy sal adashimizda 545 kilo ketdi. Hurmatli obunachilar, bu sherigi 541 kilo ketdi. Hurmatli obunachilar, shularni shu ahvolga olib kelgan odamlar sizlarga ko'rsatamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar, sizlarga. 21 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, shu. Mana hurmatli obunachilar, 56 ming so'mdan tarozga baraka bo'ldi. 764 kilo ketdi, hurmatli obunachilar. Ha? Tarozga 56 ming so'mdan. 764 kilo ketdi, hurmatli obunachilar, 56 ming so'mdan baraka bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, 55 ming so'mdan tarozga baraka bo'ldi, mana shu o'rtadagi. $560 kilo nari berisi keldi deyishyapti. Hurmatli obunachilar, mana bunisi ham, mana bunisi ham tarozga baraka bo'ldi. 55 ming so'mdan baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar, tarozga. Endi qancha chiqqani noma'lum, egasi ketib qoldi. Hurmatli obunachilar, gigant buqa tushdi o'zi ham bugun bozorga. O'zini ko'rsatyapti jonivor. Mana narxiga 60 million so'm pul so'rab turishgan ekan. Hurmatli obunachilar, 60 million so'm narxiga. Jonivor xudo xolisa tonni kelib qoladigan variantlar akalar. Hurmatli obunachilar, 50 million so'mga beryaptilar shuni. O'zlari 60 million so'm pul so'rayaptilar, 50 millionga beryaptilar jonivor. 99lik 801 6540. Nafsak suvchi nomerlarni olib qo'ydi, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqa gigant buqalardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxiga 60 million so'm pul so'rayapti. Jonivor, kallani qaranglar, u kalla bir dunyo. Hurmatli obunachilar, mana avlikor jonivor. Aka, bu narxiga nechta so'rayapsiz? 28. Hurmatli obunachilar, narxiga 28 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Bozor nech pul qilyapti aka yopishib? Aka, bozor nech pul qilyapti yopishib? Nech pul qildi? Pattalo nech pul qildi? 25 ga. Mana hurmatli obunachilar, 25 ga bermabdilar shuni. Ay, bitta yonida qash turasizlar. Ko'rding mana savdoni, aka, sizlar savdoni ko'rdingmi? Hop, ko'rmadim. Ertalab bozorni ham ko'rding. Xolos abet bo'lyapti. Ish bitsa hol bo'lib turdi. Hech bir hol to'g'ri gapiramiz oyog'ida, jamol. 50 million so'm bo'ldi oyog'i. 55 ming so'mdan to'g'rozga qoldi. Berlaring. Hech bir bo'lsa oling, jamol. Ya borini gapir, to'g'ri gapir. To'g'ri. Ha, mana 1 million usti bo'ldi, 51 million pul bo'ldi. Yo'q, 51 million pul bo'ldi. Nega chiqdi?
Xo'rozga gapiramiz keldi. Samil oyog'ida bitmayapti. Brat boshqa zamon. Tortmaganman do'stim. Ularga videolarni yozaman. Ol pulni. Amindan gap. Xayriga 5 kilo o'tasan 56 ming so'mdan pulini olasan. Bobur aka xursand bo'l. Jamol xursandchilikka berib bo'ldi. Ber. Qo'y bo'ldi bitta mol. Bu foydalaning yoki oling baraka toping degan bo'ldi. Hop 51 million oyog'ida pul ol xolasang. Xolasa 56 ming so'mdan bo'ldi 5 kilo skidkami. Bobur aka. Rozimisan? Xursand bo'lib ber. Endi azgina 5-6 kilo go'sht olsa, saharlik ko'tar olsa, cho'chamizmi bir hafta 10 kun. Rozilikka ber. Hop, nechta mol berding, baraka topdi. Sen pulimdan baraka topdingmi? Telefon bo'ldimi? Rozilikka ber bo'ldi. Nima deyish kerak, Jamol? Yo'q-a? O'ynab kulib ber bo'ldi. Muhimi vaqt ochilib. Qo'y 5-6 mol oldi, ish bitdi, ish bitsin bo'ldi. Sen so'rashga ish qo'zamasmi? Shogirdga bering, shogirdga. Olasang tortib beradi. Ol bo'ldi, pulni oling sifatiga bor. Va yaxshi ko'rib qolma. Uyingni yaxshi ko'rgin bo'ldi. Baqasan onasiga. 2 ta yo'lingni yaxshi ko'r, 4 ta yo'lingni baqasan yaxshi ko'r, ha. Qo'y, kelib ketadigan narsa. Tug'ishmagansan-ku bu bilan. Gapingizga ishonch yo'q. Rozimisan? Sarisi foydasiz sotdimsa. Hop, Yudisiz. Nurati, sota zallan. 55 million bo'lib qo'ymish. Qanaqali? Qimmatmi? Aytib mana peshin bo'ladi, keyin sotasan. Pulingizni so'rolmadan 51 million olasan, Bobur aka. Hozir ol qo'y, bir ochdimmanmi? Ochdimmi? Hozirlikka ber. Hurmatli obunachilar, mana 51 ga hozir bermadilar aka. Savdo qo'yib turayapti. 51 million so'mga oyog'ida berilmayapti. Bunday qilasan. Olish kerak aka. Nech pullar narxi? Nechtasi sizga? 5 tasi. 1 2 3 4 5. Olagacha-da, to'g'rimi? 5 tasi. Stordan aralashdi, har xil 32 ham bor, 30 million ham bor. 30 dan 36 million so'mgacha ekan. Hurmatli obunachilar, narxi soni 5 ta. Bozor nech pul qilyapti aka bularni? Yopishdimi bir joyda 5 tasiga? Nech pul bo'ldi? 5 tasi bir joyda. Menimcha beraman dedi. Yo, taroziga deyapti. Nech puldan tortib berganingiz? 56,5 dan. Bermadingiz? Yo'q. Taroziga 56,5 ming so'mdan berilmabdi, hurmatli obunachilar. Oyoqda sotasizmi? Oyog'ida ham sotib turaman. Tarozi nech puldan sotamiz? Taroziga 58. Taroziga 58, ha? Taroziga 58 ming so'mdan bo'lsa tortib beraman deyaptilar. Necha nomer qo'yaveramiz aka? 93 lik. 93 lik 510 510 0777. 0777. Oyog'iga ham bor, taroziga ham bor. Kimga qanaqasi ma'qul bo'lib qolsa, savdolashaverasizlar akalar. Ha, kalla tomonlar. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan 32 million 200 ming so'mga baraka bo'libdi shu buqi. Taroziga olib chiqmadinglarmi? 550 kilo ketdi, hurmatli obunachilar. Nech pullar tushdi o'shanda? 58 mingdan, ha? Plus minus qilsa. O'shan taroziga hisoblaganda 58 ming so'm nari berish bilan pul bo'libdi, hurmatli obunachilar. Zo'r olibsizlar aka, lekin. Yemlashganmi bu aka? Chorsigami? Yo'q, qaysi qassob? Karim qassob. Abdikarim qocha kelgan, hurmatli obunachilar. Endi biz ham ko'cha tilida qassob deb qo'yamiz. Keldingiz buni? Hop, bunisi 530 ta ketdi, hurmatli obunachilar. Bu nech pul bo'ldi? Bu 30 million so'm, ha? Bu 30 million so'mga baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar. Oldinglar, sotasizlar doda? Oldik. Nech pul bo'ldi doda? 10,5. Voy joni hisobozan. Siz o'zi ham g'onajini gulini olibsiz dodam. Mana 10,5 million so'mga olib qo'yibdilar dodam. Yaxshiligiga boqing, katta sigir bo'lsin dodam. Mana hurmatli obunachilar, g'onajilarga keldi. G'onajilardan chiqading deganlarga. 55 ming so'mdan taroziga baraka bo'lganlari boyiga. Qancha kelgani Alloh alam. Mashina kerak bo'lsa nomerlarni yozib oling. Nech pul bo'ldi bu? Qaysi biri? Mamili. Yetelab ketdi. Mana ikkalasi 5 million bo'ldi, kichkina. 5 million so'm ikkitasi, kattasi? Kattasi ko'r
3 million 800 ming shunaqa bo'ldi. 3 million 800 to'rtnari berasiz, to'g'rimi? Ha bildi, lekin 5 bo'ldi. Mana ikkitasi 5 million so'm, mana 308 309 nari berasiz. Komil akam shopir. Haydang aka. To'xtang, 10 ajildan bitta narxini eshitdik. Assalomu alaykum. Kiraverishga taxlabsizlar aka. Qanaqasiz? Necha puldan aka bular? 12,5 dan padrat. Arzonchi aka mana mana shu. Qani olmayman. Assalomu alaykum. Yo, odam bormi aka? Olmayman, shu mollarni olib. Qarang. Egasi qani deydimi? Egasi. Nomerimni beraman. Egasi kadr orqasida, hurmatli obunachilar. Narxiga necha pullandingiz? 12,5 dan kami bor. Nechta bitta soni? Bu 7 ta yana bor buni. Bitta 7 ta uyda ham yana bor ekan. 12,5 million so'mdan pul so'rab turgan ekanlar, hurmatli obunachilar. Okamdan. Qarang aka, bularni bozor nechta qoldi? 11 milliondan bermadim. Bermadingiz. 6 tasini. 6 tasi bir joyda 11 million so'mdan berilmabdi. Necha nomer qo'yaveramiz aka? 93lik 93lik 051 051 76 ha 59. 76 59. O'najillar, hurmatli obunachilar. Nuriddin keladi, odam assalomu alaykum. O'najillardan chiqazinglar deganlarga mana akalar ko'rib qo'yasizlar bitta. Nech pul ekan aka bu baxtqaroga? 9. Hurmatli obunachilar, narxiga 9 million so'm pul so'rab turibdilar. Bozor nima qilyapti aka buni? Bermayapsiz. 8 million 300 ming so'mga bermayaptilar shuni. Endi bilib chiqdingmi narxini? Nech pul bo'pti bu? 28 bo'ldi. 28. Mana 28 million so'mga baraka o'tdi shu. Baraka top. Bo'ldi, gap bu. Baraka top. O'najin nech pul ekan? Do'da assalomu alaykum. 9,5 million so'm bozor nima qilyapti aka buni? Bozor nech pul qilyapti? O'zlari 9,5 so'rayaptilar, 8 million, 8,5 million so'mga bermayaptilar shuni. Mana birisini endi G'onajindan olamiz. Nech pul ekan aka bu chiroyli shoxlarga? Yo, narxini ayting aka. 9 dan a? Narxiga mana 9 million so'mdan pul so'rayapti. Odamlar ham qiziq. Hozir video olib kelyapman, qarab turadi, oldiga borsangiz burilib oladi. Tushunmaydi baribir. Shu narxiga 9 dan ekan, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, nechta beradi bu? 15 ta. 15 taga. Bola bu qancha? Qancha? Top qo'yganim mana, bola bu qancha egani, jonivor. Shogir. 15 ta sut ketyaptilar. Narxi nech pul dedi aka? 30 million. Narxi mana 30 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Bozor nech pul qilyapti? 26. Bermayapti 26. Hurmatli obunachilar, 26 million so'mga bermayaptilar shuni. Jonivor. Xudo xolisi bitta xonadonni sut bilan bemalol ta'minlab beradi. O'g'am, muomaladan yana? Bu narsa uchun nomer qo'yib baxti ochilmasa uyda ochilib ketadi. To'g'ri. Kim qayerga? Yollarni bitta olib qo'yib, xudo xolisi shu yerda sotilib ketadi deyaptilar. Qani, bozorlarni bersa. Bola bu qancha? Nech pul so'rayapmiz aka bunga? Assalomu alaykum. 26 bola erkakmi? Urg'ochimi? Shunisi o'xshamaydi. Bolasi urg'ochi. Bu necha kunlik aka bu? 3 kunlik? Yo'q. 3 kun bo'libdi tug'ilganiga. 10-chi ekan. Nechta sutga beramiz aka buni? 15 taga. Bozor nech pul qilyapti aka? Bermayapsiz buni. Necha sut beradi? So'rab ko'r. 23 ga shuni beryaptilar, hurmatli obunachilar. So'raymiz endi bulardan bormi yo'qmi yana? Bulardan bormi aka? Bundan bormi yana aka?
Necha nomer qo'yaveramiz aka? 97lik 604 604 1606. 1606. Ferma qayerda? Ferma yangi yo'lda ekan. Necha pul so'raymiz do'da bunga? 30 million so'm. Bola urg'ochi bo'lsa kerak. Nechta sutga berasiz uni? 10 taga. Bozorda ish pul qotdi. 26 ga bermabdilar, hurmatli obunachilar shuni. Bola urg'ochi. Mana 18 million. Yanga pul. 18 million 600 ming so'mga baraka yo'q, hurmatli obunachilar. Ketdi. Bola urg'ochi ekan. Ko'chalarga mosada, abetlarda ko'z boqilaman. Bering, kelayimga soting. Menga ko'tarmaydi, opacha. Menga qara. Buni yem qimmat qoldi. Siz 10 mingdan sotsangiz 15 deb bersangiz 150 ming pul. Cho'ponga beraman. Yem beraman. Hozir suvga sotib beramiz. Hammasini Başka bir soru söyleyin. Bir soru söyleyin. Ber, sen şu ber. Ber kelarsa Yürü İki boyda duramam. Havalat. Mana boya 23 ga berilmagan sigirni 22 ga oz baraka qilib yubordilar aka. Opa zo'r oldingiz lekin joningiz sog' bo'lsin. 22 bo'pti. Nazar bering shopiri. Shogird orqasida. Men o'zimcha olib qo'yaman. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek bozorga gigant semental sigir tushdi bugun. Narxiga nech pul deyapman dedingiz? 47 million so'm. Bozor nech pul qilyapti buni? Bolasi bormi? 40 milliondan o'tib beringmi? Bolasi bor yo chekdi. 40 million so'mdan siyla berishga bermabdilar shuni. Bolani bitta ko'rsatib qo'yinglar. Bolasigami? Bola. Bola urg'ochi. Onasini yoshligi. Hurmatli obunachilar 25 litr sutga beramiz deyaptilar. Necha nomer qo'yamiz? 97lik 738 34 Bormi mashaqalardan yana? Yo'damda mol serob ekan mana. 23 ga baraka yo'pti, hurmatli obunachilar, shu sigir. Bola urg'ochi. Endi nechta sutga baraka bo'lgan? Bilmadim. Hurmatli obunachilar,
Bugun bozorimizga Hasan akam ukalar, Husan akam tushdilar. Qanaqasiz aka? Siz? Uylari kelgan, okaman. Voy jon, dehqonman. Kambag'alni boy qiladigan qo'y. Dehqonni boy qiladi. Mohi kel. Ha, jonivor. Nechtasiga beramiz buni? 15 berib yuboradi. 15 taga. Meni orqalaridan oling. Jonivor 15 taga beramiz deyaptilar mana Husan akam. Bola erkak. Egasi ham erkak. Qarang, qiziq joyi, narxi-chi narxi. Narximi? Narxi o'zi bilan ayting. Ha, yopishtirib. 26,5. Oy. Ozgina kam bor, xudo xolasa. Hey, Mana 26,5. sotamiz doda. Dehqon maza qiladi. Bo'ldi, Husan aka. Jamasin shuni tortib turibdi uni. Bir xilla tepadimi deydi, bolar qo'ysa jim turadi. Quyuq ustlarni. Molni aybi yo'ding. Yo'q. Yo'q. Aybi bor bitta. Puli dedi qo'y. Pulida. Voy jon, bo'ldi Husan aka. Hop, ko'rganlar ham qiladi. Erkak bola. Bola necha kunlik bu? 3 kunlik. 3 kunlik. 15 taga beraveradi. 15 taga. 15 litr sutga sotamiz deyaptilar. 26,5 kami bor. Kami bor. Bunisigachi bunisiga. Burasi birinchi qorin. Birinchi qorin. Bola erkak bunday ko'z tegmadi. Egasi erkak. Egasi erkak. Bunisi bilan ishimiz zo'r. Mana kelinglar, hammalarimdan chaqirib qo'llab qo'yishadi. Husan aka, bo'ldi, sutni olqimay aka. Sutni olqimay. Qanaqa tishini. Hosh. Mana. Jonivor hali gul, hali yosh jonivor. Buni narxiga nech pul deymiz? 28 kami bor. Kami bor. Ko'cha shuni olib borishadi. 28 kam. Bolar borchi? Dastavkadan muammo yo'q. Toshkent bo'ylab любой joyga borib beraman. Viloyatga chiqazib berasizlar, yo'q-ku? Kelishamiz unisini. Endi viloyat kelishiladi, to'g'rimi? Qani yana qaysi biri? Endi ikkita mol bilan cheklanmaylik. Voy, bu yoqda olasidan hurmatli obunachilar. Bola ko'paysin. Voy jonivor, o'zi ham Bolani sen. voy teribsiz aka. Voy bolari bu qanchaligidan, Bola erkak. Qoch. Mana sizga. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Nechta sutga beramiz? 17 taga. 17 taga ovursin. Kelishadi, uyda sog'ishadi, sutni bergandan keyin barakani qilamiz, keyin chiqib ketishadi. Ey joni sog' bo'lsin. Kelib, ko'rib, sinab, ferma kelishdamidi? Ko'kterida ham bor, Nazarbekda ham bor. Nazarbekda, Ko'kterida ham filial yo'q. Narxi nech pul eng qiziq joyi? Narximi? Men xalq maza qilsin 27 million. 27. O'shanda ham ozgina yo'lga o'tib berasiz. Xayri bor. 27 million so'm xayrisi bor, hurmatli obunachilar. Bo'ldimi shuni o'zimi, xudo xolisa? Yo, svintalni oldi aka, xudo xolisa. Qani yuring, ko'rib qo'yaveramiz uni. 47 bu? Husan aka. Men aka, dehqon bor, pul beraman, dehqon bor. Mana akalarim yetishadi-yu. Ha. 2 million boraman. Ey joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Shu sigirga bitta like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bu yoqqa yetinglar, yo'qda jiji quyosh ekan. Ha, qarang. Voy jonivor. Bolasi urg'ochi. Bola unachi. Nechtaga beramiz buni? 28 28 taga. Husan aka, narxini bitta o'zingiz ayting. Yopishtirib ayting, boy yopishmadi. 45
Joningiz sog' bo'lsin, hurmatli obunachilar. Boya shuni 47 deyishyapti. Mana so'naga ham 45 million so'm bo'lsa sotaman deyaptilar. Qani bitta qo'shib turinglar, qo'shib turinglar. Qani bolani. Bola urg'ochi, onasini yoshligi boyiga. So'naga mollarni chiqqan zugullarini necha nomer qo'yib yuboramiz? 99lik. 99lik. 856 856 59 30 jonivor. Molim bor bo'lsa bor deydigani bitta mahallada ham, oka. Joningiz sog' bo'lsin. Fermada bundan ham ko'p mol bor, ha? Moldan muammo yo'q. O'shna telefon qilishadi, mol bormi deyishmasin. Lokatsiya bo'ldi tomon. Lokatsiya. Qarang. Shu nomeringizni bitta o'zingiz aytib qo'y, mashaqqa. 99lik. 856 59 30. Mana hurmatli obunachilar, o'z og'izlaridan eshitdinglar, bemalol telefon qilib bizani viloyatdan ko'pchilik kuzatadi, sifatli bo'lmadi. Yaqinlashtirib qo'ying. Dehqon tog'alarim, kelinglar, maza qilib so'rashadi. Keng o'zg'orlar bo'ladi. Hozir mana qatiq akeruvchi payt. Ha, o sezon. 12 mingdan sut sotyapmiz. 12 ming. 15 mingdan qatiq sotyapmiz. Kuniga 200 ming 300 ming puli bor sizga. Endi bu degani ham o'zini ham boqadi, oilangizni ham boqadi deganda, to'g'rimi? Ikkinchisini ham boqadi. Voy jonim sog' bo'lsin. Bola erkak yana nima kerak? Esharavan orqasida dalaga borib, daladan kelib, sutni berib, maza qilib yuradi, bular. Voy jonim sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, nomerlarni oldi, Xudo xolisi, bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Fermada bundan chiroylilari bor hali. Xudo xolisi bir bo'sh vaqt topib borib fermalardan syomka qilamiz. Bu nech pul ekan aka bunga? 22 ga berib yubordim. Bevorasizmi 22? Serios. Hurmatli obunachilar, mana shuni 22 ga berib yuboraman deyaptilar aka. Bu bola bormi? Bola. 15 ta suti. Hurmatli obunachilar, 15 litr suti bor, jonivor. 22 million so'mga berib yuboraman deyaptilar aka. Necha nomer qo'yib yuboramiz aka? 97lik. 875 64 65. Ferma qayerda? Yangi yo'lda. Ferma yangi yo'lda. Mana hurmatli obunachilar, Shved jonivor. Narxiga 26 million so'm pul so'rayaptilar. Bola 30 dan kam emas, yo'q, bolasi mana. Birinchi qorni 15 ta suti bor. birinchi qorni bolasi ekan, hurmatli obunachilar. 15 litr sut sotamiz. Hozirgi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bu ham bitta odamdan. Hurmatli obunachilar, shu bilan videoni tugatamiz. Endi Xudo xolis chiroyli qilib qo'zi-qo'chqorlarni obzorni qilib beramiz. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Nuriddinov kanali bo'ldi. Videomizni ko'rib, kommentariyada fikringizni yozib qoldirib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' salomat bo'linglar.